hozirgi paytda ko'ryapmiz, yoshlarimiz ota-onasini qadrlamayapti. Shu yoshlarga qanaqa tavsiya berasiz? Ota-onasini qadrlamaydiganligi. Ota-onani hamisha qadrlash kerak. Ona, ota bu inson uchun eng kerakli do'st. Yaxshi yomon kunlaringda, og'ir kunda, yaxshi kuningda seni shundoq bitta kichkina go'shtchadan paydo qilib, Alloh bergandan keyin uni tug'ib katta qiladi, ota-ona boqadi. Kechirasiz-ku, vaqti kelsa ota-onani nechta farzand bo'lsa ham bittasi boqa olmaydi. Uy joy ham qilib bera olmaydi. Ko'chaga haydab qo'yishyapti, qariyalar uyga borib qo'yishyapti. Bu bizani zamonga hech to'g'ri kelmaydi bu. Uyat bu bizning mentalitimizga. Ota-onani hamisha e'zozlash kerak. Hamma gapi haq bo'lib chiqadi ota-onaniki. Hali aytgandek, ota-ona sen bilan konfliktga bordim, sen bir oz sukut saqla, bo'lsa kechirimli bo'l, kechirim so'rashni bil. Keyin ota-onani men sizni yaxshi ko'raman, sizni hurmat qilaman, meni sizni eng dunyoda yaxshi ko'rgan insonim desangiz, любой inson, ota-ona hamisha sen bilan yaqinlashadi. Ota-ona hech qachon senga yomonlik ravo ko'rmaydi. Biror joyga ruxsat bermadimi? Bundan bekorga yetmayapti. Shu narsani xo'p bo'ladi deb o'sha bormaslik kerak. Sababi bor. Sababi bor. O'shalar boshidan ko'rgan, hayotiy tajribasi bor ota-onalarni. Masalan, bir xil bo'lar bo'lmas joyga, kompaniyalarga qo'shilib qoladi. Ota bolasini 8 dan keyin uyda bo'lgan desa, o'rtoqlari 12-1gacha birgalashib yurishni xohlaydi. Kafelarda o'tirgisi keladi, telefon orasida o'tirgisi keladi, karta o'ynaydi, qimor o'ynaydi. O'shaning uchun ota-ona bilib aytadi, hech qachon vohlik kelgin, uyingda o'tirgin, mana shu ish qilgin desa bir xillik yoqmaydi. Ota-onani o'gitini olish kerak. Kim ota-onani o'giti olsa, hech qachon hayotda qoqilmaydi, o'zini farzandiga qaytadi. Hozir shunaqa 40 sekundda keladi. Ota-onaga hech qachon yomonlik qilish kerak emas. Hech qachon. Har doim ularni xursand qilish kerak, shod qilish kerak. Bitta non bilan bo'lsa ham yo'qlash kerak. Bitta gul bilan bo'lsa ham onani ko'nglini ko'tarish kerak. Vaholanki shunaqa hozir internetda tarqalyapti, onasini urayotganlar bor, so'yib qo'yayotganlar bor, boltalab chopayotganlar bor, oqpadarlar vashi. Shuni ko'rsam vashi jahlim chiqib ketadi, eshitsam. Qanaqasi bu? Ertaga o'zing ota-ona bo'lasan. Qanaqasi bu qaytar dunyo? Bu degan nima degan narsa? Ota-onani ham qo'l ko'taradimi? Bu mumkin emas. Ular onalarning oyoq ostida jannat, hokipoyi bo'lish kerak. Ularni aytganini qilish kerak. Hech qachon ota-ona bolasiga yomon bo'lgin demaydi, hech qachon. Har doim ularning duosini olib chiqish kerak. Duo olib chiqqan bola hech qachon kam bo'lmaydi. Ishlar yurishadi, baxtini topadi, taxtini topadi. Hech qachon qaysarlik qilish kerak emas. Ota-ona nima desa xo'p bo'ladi deb javob berish kerak har doim. Kam bo'lib qolmaydi bitta ishi bilan, qilib bersa, muomalasi bilan. Ota-onani har doim ardoqlash kerak. Keyin afsuslanmasdan. Albatta. Qani hozir ota-onamiz bo'lsa, topolmaysiz. Duosini olib qolish kerak. Mana men qancha ota-onamning duosini oldim. Otam yonib ketgandilar. Onam qand kasalidan o'tib ketdilar. Duosini olganim uchun mana shu kungacha mana shu yoshda yosh ko'rinaman. Hamma aytadi, ota-onasini duo olgan deb mahallam ham gapirishadi darsa. Qani bir nimani xohlaysan deb savol bersa, mabodo men aytardim, hech bo'lmasa yarim soatga bo'lsa ham ota-onam bilan birga bo'lishni xohlayman derdim. Ota-ona muqaddas.